shuncha narsalar Bobur avtosaloniga nima gap kelib qo'ydinglar? Damas ham bormi ichida Nur Muhammad? Ya'ni Bobur avtosalonidan endi mashina olsanglar, esinglarda bo'lsa 10 ta 7 ta bonus, Cobalt'larimiz uchun 5 ta bonuslar bor edi. Damaslarimiz uchun ham bonuslar bor. O'sha bonuslardan tashqari, ya'ni ular ham beriladi. Ulardan tashqari mana shu sovg'alardan birini, asosiy katta sovg'amiz Damas mashinasini yutib olsanglar bo'ladi akalar. Endi Bobur avtosaloniga kelasizlar, sizlar ro'yxatdan o'tasizlar, mashinalarni olasizlar. Biz sizlarni, ya'ni danlilarni olib qolamiz. Ya'ni mustaqillikka mana shu Damas mashinasini o'ylaymiz akalar. Kelsanglar, ungacha, ya'ni mustaqillikkacha ham biz hamma bonuslarimiz amalda. Chiroyli qilib mashinalarni chiqarib beramiz akalar. Ikkita bank xizmatlarimiz ham bor. Sizlarga yana ham to'liqroq ma'lumot kerak bo'lsa, pastdagi telefonlarga telefon qilib ma'lumotini olsanglar bo'ladi. To'xtang aka, konkursda shartlari esimdan chiqib qoldi. Buni sizga akamiz tushuntirib beradi. Shartlarimiz juda ham oson. Asosiysi bizdan mashina olgan bo'lishingiz kerak. Bizning Instagram sahifamizga obuna bo'lgan bo'lishingiz kerak. Shu oxirgi videomizga 5 ta do'stingiz belgilagan bo'lishingiz kerak. Shunga like qo'ygan bo'lishingiz kerak. Manzil Andijon shahar Boburshoh 120-uy, Arentil, sobiq HBKning to'g'risida.